3-5 yil oldin sizga qilingan hadyalar esingizdami? Esingizdan chiqib ketmagan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. Nima olgansiz o'zi? Katta ehtimol bilan esdan chiqib bo'lgan bo'lsa kerak, masalan 5 yil oldin olingan hadyalar. Masalan nima bo'ladi? Ishlatilib ketadi. Agar pul ko'rinishda bo'lgan bo'lsa, gul bo'lgan bo'lsa, qurib tashlab yuborilgan, ishlatmaydigan narsa hadya qilingan bo'lsa, yo qayerda yotibdi chang bosib, yo bo'lmasa siz uni kimgadir berib yubordingiz. Katta ehtimol bilan. Lekin ayollarga nima yoqadi? Kutilmaganda qilingan hadya, esdan chiqmaydigan qilingan hadya va pul ko'rinishda bo'lsa, hammasini jamlab turib, mana shunday bo'ladi. Buni yo'li bormi desa, ha. Imanum ilovasi orqali, hurmatli akalar, o'zingizni telefoningizda ayolingizga bildirmaysiz. O'zingizni telefoningizda telefon raqamini kiritsangiz, turmush o'rtog'ingizni to'g'ridan to'g'ri butun haligi mehr, muhabbat, hamma nimalaringizni, sevgilaringizni ramzini pul ko'rinishda jo'natib qo'ysangiz bo'ladi-da. SMS bo'ladi. Sizga turmush o'rtog'ingiz mana shuncha narsalarni hadya qilib jo'natdi. Menimcha mazza qilsa kerak, boshqacha bo'ladi. Qabul qiling deydi va endi buni faqatgina qabul qilib olish qoladi. Bu nafaqat ayollarga nisbatan, hammaga qilsa, ota-ona, aka-ukalar, boshqa yaqin qavm-qarindoshlar biron bir tadbirda nima hadya qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, shundan foydalanib ko'rishlik kerak. Ayniqsa o'ylayman-da, to'yona sifatida. Yaqinda ham to'yga borib qoldik bitta joyga. To'yona sifatida kelin kuyovga beriladigan bo'lsa, 5-10 yil ichida bu pul bilasizlarmi qanchaga ko'payadi. Mazza qilsa bo'ladi-da. Farzandlari keyinchalik ishlatsa, ancha og'irlari yengil bo'ladi. Tavsiya qilaman, bir urinib ko'ringlar. Balkim foydali bo'lar, sizga ham yoqadi.